Xitoyning yig'ilish lagerlarida zulm va qiyin qistoqqa uchrayotganligi haqida guvohlik bergan Uyg'ur ayolning hayoti tasvirlangan bir karton rasm internet dunyosida g'ulg'ula qo'zg'adi. Yaponiyalik ayol Tomomi Shimizu tarafidan sizilgan va nurg'un tillarga tarjima qilingan Beshimga kelganlar nomli karton rasm to'rda 2 kunda 2,5 million kishi tarafidan ko'rildi. Rasmda Sharq Turkistondagi atalmish kasbiy tarbiyalash markazlari nomidagi yig'ilish lagerlaridagi reallik aks ettirilgan. Xalqaro tadqiqotchi muxbirlar birlashmasi tarafidan oshkorlangan maxfiy hujjatlar Xitoyning millionlagan musulmonlarni yig'ilish lagerlariga qamab, qattiq nazorat ostida turayotganligi va ming yush ilib berayotganligiga ishorat qilmoqda. Hujjatlarga asoslanganda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va boshqa nurg'un kishilik huquq tashkilotlari va davlatlarning tanqidiga uchragan yig'ilish lagerlarining ijrochilaridan biri Uyg'ur tilini pishiq biladigan va uzun mazgil Sharq Turkistonda amaldor bo'lgan Xitoy Juxaylun xalqaro tadqiqotchi muxbirlar birlashmasi va xalqarodagi 17 taratquv birlikda tarqatgan hujjatlar Juxaylunning lagerlarni planlash va boshqarishdagi halqiliq kishi ekanligini o'ttirg'a qo'ymoqda. Sharq Turkistonda yig'ilish lagerlari qurib, millionlagan Uyg'ur va boshqa musulmonlarga zulm qilinayotgan Xitoyga Amerika, Angliya va Germaniyadan chaqiriq keldi. Germaniya tashqi ishlar ministri Heiko Maas Xitoy kishilik huquq masalasida xalqaro majburiyatlarni ado qilish kerak dedi. Yana bir tarafdan Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Sharq Turkistondagi yig'ilish lagerlariga aloqador oshkorlangan hujjatlarning Xitoyning kishilik huquq tajovuzchiliklarini isbotlaganligini aytdi. Pompeo so'zida yana Xitoy Kompartiyasining jazo lageridagi kishilarga qarata elib borgan kishilik huquq tajovuzchiliklari va suiiste'moliga doir po'latdek paketlar va xabarlar u yerdagi zulmning tasoddifiy bo'lmaganligini, planliq ekanligi va hali ham davomlashayotganligini ko'rsatmoqda dedi. Xitoy Savdo ministrligi e'lon qilgan bayonotga asoslanganda Beijing vaqti seshanba kuni saharda Xitoy muavin bosh ministri Liu He, Amerika savdo vakili Robert Lighthizer va Amerika moliya ministri Steven Mnuchin bilan telefonda ko'rishgan. Ikki taraf amaldorlarining munosabatli temalarni muvofiq yo'l bilan hal qilish va birinchi bosqichli kelishim uchun qolgan temalar haqida uchrashishlarni davomlashtirish haqida o'rtaq fikr hosil qilganligi bildirildi. Xitoy taratqullari bas-basda Hong Kong yerlik saylamiga hujum qildi. Xitoy gazetining inglizcha sonida o'qituvchi nomzodlarning saylanishining Hong Kongning tinchligi erishamaydiganligi, xalqaro bir pul muomala va obort markazi bo'lish o'rnidan ayrilib qolganligining bishorat ekanligini aytdi. Hong Kong yerlik saylamida Beijing tarafdorlari zo'r mag'lubiyatga uchragandan keyin 20 davlat guruhi tashqi ishlar ministrlari yig'iniga qatnashish uchun Yaponiyaga borgan Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi Hong Kong nimali degan bilan Xitoyning ayrilmas bir qismi bo'ladi dedi. Hong Kong saylam ishxonasining bildirishicha, butun biletlar sanalib bo'lgandan keyin demokratiya tarafdorlari 18 saylam rayonining 17sida g'alaba qilgan.